Bugun men juda muhim savolga aniq javob beraman. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi yoki hamma narsa avtomatik hal bo'ladimi? Bu savol faqat pensiyaga chiqayotgan odamlarga tegishli emas. Bu sizning ota-onangizga, turmush o'rtog'ingizga, ishlayotgan farzandlaringizga, hatto hozir yosh bo'lsam, kelajakda pensiya oladigan har bir insonga bevosita bog'liq. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ish staji ko'rinmay qolsa, bitta ma'lumot bazaga tushmagan bo'lsa, odam oyma-oy kamroq pensiya olishi mumkin. Bu esa bir oy emas, yillar davomida katta pul yo'qotish degani. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun qachon pensiya jamg'armasiga borish kerakligini, qachon bormasa ham bo'lishini, qaysi holatlarda albatta tekshirtirish zarurligini, qanday hujjatlar kerakligini va amalda odamlar qayerda xato qilishini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu kabi amaliy ma'lumotlar ko'pchilikka real yordam beradi. Avval pensiya masalasi asosan qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Odam pensiya yoshiga yaqinlashganda mehnat daftarchasini, ish joylaridan ma'lumotnomalarni, arxiv hujjatlarini yig'ib pensiya jamg'armasiga murojaat qilardi. Mutaxassislar stajni qo'lda tekshirardi, ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni solishtirardi. Ba'zan korxona tugatilgan bo'lsa, arxivga so'rov yuborilardi. Bu jarayonda odamning o'zi faol bo'lishi shart edi. Kim vaqtida yugursa, hujjatni to'g'ri yig'sa, pensiyasi tezroq va to'g'riroq tayinlanardi. Kim e'tiborsiz bo'lsa, stajning bir qismi hisobga olinmay qolishi yoki pensiya tayinlanishi cho'zilishi mumkin edi. Hozir esa tizim ancha raqamlashtirildi. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Ish beruvchilar xodimlar bo'yicha hisobotlarni elektron topshiradi. Soliq tizimi orqali ish haqi va ijtimoiy to'lovlar ko'rinadi. MyBank.gov. Uz kabi xizmatlar orqali ayrim ma'lumotlarni masofadan tekshirish mumkin. Ko'p hollarda fuqaro barcha qog'ozlarni ko'tarib yurmasligi uchun ma'lumotlar bazadan olinadi. Lekin mana shu joyda eng katta xato paydo bo'ladi. Ba'zi odamlar hammasi avtomatik ekan, demak men umuman murojaat qilmasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Men ekspert sifatida shuni aniq aytaman. Avtomatlashtirish qulaylik beradi. Lekin u sizning ma'lumotlaringiz to'liq va xatosiz degani emas. Elektron bazada faqat tizimga kiritilgan, to'g'ri topshirilgan, identifikatsiya qilingan ma'lumotlar turadi. Agar eski ish joyingiz 1995 yilda yopilgan bo'lsa, o'sha davrdagi ma'lumot elektron bazada bo'lmasligi mumkin. Agar ish beruvchi bir necha yil davomida sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, staj chiqmasligi mumkin. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, eski hujjat bilan yangi pasport ma'lumotlari mos tushmasligi mumkin. Demak, asosiy savol pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi? Emas, balki qaysi holatda murojaat qilish shart, qaysi holatda oldindan tekshirib olish kerak, qaysi holatda kutish mumkin degan savoldir. Men endi shu masalani bosqichma-bosqich ochib beraman. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar albatta e'tibor berish kerak. Erkaklar va ayollar uchun pensiya yoshiga yetishdan bir necha oy oldin hujjatlarni tekshirish juda foydali. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam pensiyaga chiqish oyida keladi, keyin ma'lum bo'ladiki, 7 yil ishlagan korxonasi bo'yicha staj bazada yo'q. U korxona allaqachon tugatilgan. Arxiv qayerda ekanini topish kerak. Arxiv javobi bir haftada emas, ba'zan bir necha haftada keladi. Natijada pensiya tayinlash cho'ziladi yoki vaqtincha kamroq ma'lumot asosida hisob-kitob bo'lishi mumkin. Misol keltiray. Deylik, bir ayol 1960 yildan 1996 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin 1997 yildan 2010 yilgacha maktabda texnik xodim bo'lgan. 2010 yildan keyin savdo korxonasida rasmiy ishlagan. Elektron bazada 2010 yildan keyingi ma'lumotlar aniq ko'rinishi mumkin. Maktab bo'yicha ma'lumot qisman chiqadi. Lekin tikuv fabrikasi bo'yicha ma'lumot chiqmasligi ehtimoli bor. Agar o'sha yil staj hisobga olinmasa, pensiya miqdori ham, pensiya huquqining o'zi ham ta'sirlanishi mumkin. Odam men ishlaganman-ku deydi. Lekin tizim hujjat talab qiladi. Shuning uchun bunday davrlarni oldindan tekshirtirish shart. Ikkinchi toifa ish faoliyatida ko'p joy almashtirganlar. Agar siz 10 ta 15 ta joyda ishlagan bo'lsangiz, har bir ish joyi bo'yicha ma'lumot to'g'ri aks etganmi? Buni tekshirish kerak. Ayniqsa xususiy firmalarda ishlagan davrlar muhim. Chunki ayrim ish beruvchilar xodimni o'zaki ishga olgan, lekin rasmiy buyruq qilmagan bo'lishi mumkin. Yoki ish haqi naqd berilgan, lekin ijtimoiy to'lovlar to'lanmagan. Bunday holatda odam ko'p yil ishlaganini his qiladi, lekin pensiya uchun kerakli staj rasmiy ko'rinmaydi. Masalan,
Erkak kishi 2003 yildan 2002 yilgacha qurilish brigadasida ishlagan. Har oy pul olgan, brigadir hammasi yaxshi degan. Lekin mehnat shartnomasi yo'q, soliq to'lovi yo'q, buyruq yo'q. Pensiya jamg'armasi bunday davrni faqat og'zaki gap bilan stajga qo'sha olmaydi. Natijada 5 yil yo'qoladi. Bu odam uchun juda katta farq. Chunki staj kamaysa pensiya miqdori ham kamayadi. Ba'zi hollarda minimal talablar bajarilmay qolishi ham mumkin. 3-toifa. Mehnat daftarchasida xatolik bo'lganlar. Eski mehnat daftarchalarida juda ko'p muammolar uchraydi. Familiya bir joyda bir harf bilan, pasportda boshqa harf bilan yozilgan. Ishga qabul qilish sanasi bor, lekin ishdan bo'shatish sanasi yo'q. Muf tushunarsiz. Korxona nomi noto'g'ri yozilgan. Buyruq raqami tushib qolgan. Bunday xatolar oddiy ko'rinsa ham pensiya hisobida jiddiy savol tug'diradi. Agar mutaxassis stajni tasdiqlay olmasa, qo'shimcha hujjat so'raydi. 4-toifa. Familiyasi yoki ism sharifi o'zgargan ayollar va erkaklar. Ko'pincha ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartiradi. Mehnat daftarchasi eski familiyada, pasport yangi familiyada bo'ladi. Agar nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, eski stajni bog'lashda muammo chiqadi. Men bunday vaziyatlarda doim aytaman, hujjatlar zanjir uzilmasligi kerak. Ya'ni eski familiyangizdan yangi familiyangizga o'tganingizni isbotlaydigan hujjat bo'lishi shart. 5-toifa. Chet elda ishlaganlar yoki vaqtincha O'zbekistondan tashqarida bo'lganlar. Chet eldagi ish davri har doim ham avtomatik ravishda O'zbekistondagi pensiya stajiga qo'shilavermaydi. Bu yerda davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar. Rasmiy sug'urta badallari, ishning huquqiy maqomi, hujjatlarning tasdiqlanishi muhim. Agar odam Rossiyada, Qozog'istonda yoki boshqa davlatda bir necha yil rasmiy ishlagan bo'lsa, u davr qanday hisobga olinishi mumkinligini oldindan aniqlash kerak. Aks holda pensiya qo'shida hujjat yig'ish juda qiyin bo'ladi. 6-toifa. Nogironlik pensiyasi. Bokschining yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa masalasida murojaat qiladiganlar. Bu holatlarda ham o'zi hal bo'ladi deb kutish to'g'ri emas. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, o'qiyotgan farzand bo'lsa, ta'lim muassasasi ma'lumotnomasi kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir turdagi to'lovning o'z sharti bor. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz doim rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz barcha hisobotlarni topshirgan bo'lsa, elektron mehnat tarixi to'liq ko'rinsa, pasport ma'lumotlaringizda muammo bo'lmasa. Eski qog'oz davrlar juda kam bo'lsa, jarayon nisbatan oson bo'ladi. Lekin baribir men pensiya yoshiga yetishdan oldin kamida bir marta tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki tekshirgan odam yutqazmaydi, aksincha xotirjam bo'ladi. Eng katta nozik jihat shuki, pensiya faqat yoshga qarab berilmaydi. Yosh muhim, lekin staj va daromad haqidagi ma'lumotlar ham juda muhim. Odam pensiya yoshiga yetdi degani, avtomatik ravishda maksimal pensiya oladi degani emas. Hisob kitobda mehnat faoliyati, ish haqi, sug'urta badallari, qonunchilikdagi talablar, ayrim imtiyozli davrlar hisobga olinadi. Shu sababli qo'shnim falon pul olayapti, men ham shuncha olishim kerak deb o'ylash noto'g'ri. Har bir insonning mehnat tarixi alohida. Bir nozik masala eski yillardagi ish haqi ma'lumotlari. Ba'zan odamning staji bor, lekin o'sha davrdagi ish haqi ma'lumotnomasi yo'q. Staj pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Ish haqi esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Agar ish haqi yuqori bo'lgan davr tasdiqlansa, pensiya hisobida foydali bo'lishi mumkin. Lekin korxona yopilgan, arxivda oylik ma'lumotlar saqlanmagan, hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun eski ish joylaridan ma'lumot olish imkoniyati bor ekan, uni kechiktirmaslik kerak. Yana bir muammo, men tadbirkor bo'lganman, demak staj bo'ladi degan tushuncha. Tadbirkorlik davri pensiya uchun hisobga olinishi masalasida rasmiy ro'yxatdan o'tish, soliqqa belgilangan to'lovlarni to'lash muhim. Faqat do'kon ochganman, bozor qilganman, dehqonchilik qilganman degan gapning o'zi yetarli emas. Agar yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, to'lovlaringiz bo'lsa, bu davrni tekshirtirish kerak. Agar to'lovlarda uzilish bo'lsa, staj ham to'liq chiqmasligi mumkin. Keyingi nozik jihat, bola parvarishi davri. Ayollar ko'pincha men uyda bola qaraganman, bu stajga kiradimi deb so'raydi. Bunday davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda hisobga olinishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik va cheksiz degani emas. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat faoliyatidagi tanaffus, rasmiy ma'lumotlar tekshiriladi. Agar farzandlar haqida ma'lumot bazada
to'g'ri bo'lmasa yoki hujjatlar yo'q bo'lsa oldindan tayyorlash kerak. Harbiy xizmat ham alohida e'tibor talab qiladi. Erkak kishilar ko'pincha armiya xizmatini unutib yuboradi yoki bu o'zi qo'shiladi deb o'ylaydi. Harbiy bilet xizmat davrini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi kerak. Agar harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa, mudofaa ishlari bo'limi yoki tegishli arxiv orqali tiklash kerak bo'lishi mumkin. 1-2 yil ham pensiya hisobida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Yana bir ko'p uchraydigan vaziyat. Odam norasmiy ishlagan davrini keyinroq rasmiylashtirmoqchi bo'ladi. Afsuski, pensiya tizimida eng muhim narsa hujjatdir. Hamma biladi, men o'sha yerda ishlaganman. Rahbar tirik, guvoh bo'lib beradi. Hamkasblarim tasdiqlaydi degan gaplar har doim ham yetarli bo'lavermaydi. Ba'zi holatlarda sud orqali faktni aniqlash masalasi bo'lishi mumkin, lekin bu oson yo'l emas. Vaqt, xarajat, dalil, guvoh, arxiv so'rovlari kerak bo'ladi. Shu bois yoshlar uchun eng katta maslahat: bugun rasmiy ishlang, shartnoma qiling, ish haqingiz rasmiy bo'lsin. Kelajakdagi pensiyangiz bugungi hujjatingizdan boshlanadi. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilishda yana bir tuzoq bor. Odam faqat pensiya tayinlangandan keyin xato borligini biladi. Masalan, pensiya miqdori kutilgandan kam chiqadi. Shunda u sababini so'raydi va ma'lum bo'ladiki, ayrim yillar hisobga olinmagan. Albatta keyin ham murojaat qilib, qayta hisob kitob so'rash mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin har doim ham o'tgan davr uchun to'liq kompensatsiya bo'ladi deb kafolat qilib bo'lmaydi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l pensiya tayinlanishidan oldin ma'lumotlarni tekshirish. Ayrim odamlar pensiya jamg'armasiga borishdan qo'rqadi. Borsam meni qiynashadi, hujjatim yetmaydi deyishadi. Baribir foydasi yo'q deb o'ylaydi. Men bunday yondashuvni noto'g'ri deb bilaman. Murojaat qilish sizning huquqingiz. Siz savol berishga, ma'lumot olishga, hisob kitobni tushuntirib berishni so'rashga, yetishmayotgan hujjatlar ro'yxatini olishga haqlisiz. Agar og'zaki javob tushunarsiz bo'lsa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatga rasmiy javob berilishi kerak. Rasmiy javob esa keyingi harakatlar uchun asos bo'ladi. Endi eng muhim amaliy qismga o'taman. Agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, birinchi qadam shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, STIR, JSHIR, nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lsa ajrim hujjati, familiya o'zgargan bo'lsa buni tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari. Harbiy bilet, mehnat daftarchasi, diplom, ish joylaridan ma'lumotnomalar mavjud bo'lsa, hammasini alohida papkaga joylang. Ikkinchi qadam, mehnat faoliyatingiz ro'yxatini o'zingiz yozib chiqing. Oddiy daftar yoki telefoningizda jadval qiling. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishlagansiz, lavozimingiz nima bo'lgan, korxona nomi qanday edi, hozir u korxona bormi yoki yopilganmi, oylik ma'lumotnomasi bormi? Mehnat daftarchasida yozuv bormi? Bu ro'yxat juda foydali. Chunki pensiya jamg'armasiga borganda ham, arxivga so'rov berganda ham siz aniq gapirasiz. Taxminan 90 yillarda ishlaganman degandan ko'ra 1990 yil martdan 1992 yil iyungacha falon zavodda ishlaganman deyish ancha kuchli. Uchinchi qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Agar imkoningiz bo'lsa, my.gov.uz. Soliq organlarining shaxsiy kabineti yoki tegishli elektron xizmatlar orqali mehnat tarixi, rasmiy daromadlar va boshqa ma'lumotlarni ko'ring. Agar o'zingiz qila olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli qarindoshingizdan yordam so'rang. Lekin parol va shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamlarga bermang. Elektron bazada hammasi to'g'ri ko'rinsa ham, eski qog'oz davrlar bo'yicha alohida e'tibor bering. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga oldindan maslahat uchun murojaat qiling. Men pensiya yoshiga yaqinlashyapman. Mehnat stajim va hujjatlarimni oldindan tekshirtirmoqchiman deb ayting. Agar siz nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa turdagi pensiya bo'yicha murojaat qilayotgan bo'lsangiz, aynan shu turni ayting. Mutaxassis sizga qaysi hujjatlar kerakligini tushuntiradi. Muhimi, savollaringizni oldindan yozib boring. Odam idoraga borganda hayajonlanadi, yarim savolini unutadi. Shuning uchun ro'yxat bilan boring. 5-qadam, yetishmayotgan hujjatlarni aniqlang. Agar mehnat daftarchasi yozuv bor, lekin muhr tushunarsiz bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Agar ish haqi ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, sobiq ish beruvchi yoki arxivdan so'rash lozim. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, FHDYO organlaridan tegishli guvohnomani olish kerak. Agar harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash masalasini ko'ring. 6-qadam, murojaatlarni yozma qiling.
Masalan, arxivga falon yillarda falon korxonada ishlaganimni va ish haqimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yoziladi. Pensiya jamg'armasiga esa pensiya tayinlash uchun hujjatlarimni ko'rib chiqishingizni va yetishmayotgan hujjatlar ro'yxatini berishingizni so'rayman deyish mumkin. Yozma murojaatda FH tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari, telefon raqam, manzil, ish davrlari aniq ko'rsatiladi. Hujjat topshirganda qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxatni olishga harakat qiling. 7-qadam. Pensiya tayinlangandan keyin ham hisob kitobni tushunib oling. Sizga pensiya miqdori aytilganda, qaysi stajlar hisobga olindi, qaysi davrlar olinmadi, nega olinmadi deb so'rang. Bu mojaro qilish degani emas. Bu o'z huquqingizni tushunish degani. Agar biror davr kiritilmagan bo'lsa, sababini biling. Hujjat yetishmasa, uni topish mumkinmi? Qayta hisob kitob qilish mumkinmi? Muddatlar qanday? Shuni aniqlang. 8-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish imkoniyatingiz bor. Lekin shikoyat qilishdan oldin hujjatlarni tartibga soling. Faqat hissiyot bilan menga kam hisoblashdi deyish yetarli emas. Qaysi davr hisobga olinmagan? Sizda qanday hujjat bor? Qaysi norma asosida so'rayapsiz? Mana shular aniq bo'lishi kerak. Zarur bo'lsa, huquqshunosdan maslahat oling. Men yana bir amaliy maslahat beraman. Ota-onangizning hujjatlarini hozirdan ko'rib chiqing. Ko'p farzandlar ota-onasi pensiya chiqadigan paytda shoshilib qoladi. Onasi qayerlarda ishlaganini aniq eslay olmaydi. Otasining mehnat daftarchasi eski sandiqda qolgan, harbiy bilet yo'qolgan, nikoh guvohnomasi topilmaydi. Bularning hammasi oldindan tartibga keltirilsa, keyin asab ham, vaqt ham, pul ham tejaladi. Yoshlar uchun ham aytaman, pensiya hali uzoq demang. Bugun norasmiy ishga rozi bo'lsangiz, ertaga pensiya hisobida bo'shliq paydo bo'ladi. Bugun ish beruvchi sizga konvertdan maosh bersa, ertaga sizning rasmiy daromadingiz past ko'rinadi. Bugun mehnat shartnomasisiz ishlasangiz, ertaga stajni isbotlash qiyin bo'ladi. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish faqat keksalikdagi ish emas. Bu mehnat huquqingizni butun umr davomida kuzatib borish masalasi. Demak, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi? Mening javobim: ha. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsangiz, mehnat tarixingizda eski davrlar, turli ish joylari, familiya o'zgarishi, chet elda ishlash, tadbirkorlik, bola parvarishi, harbiy xizmat yoki hujjatlarda xatolik bo'lsa, albatta murojaat qiling. Hamma narsa avtomatik bo'ladi deb kutib o'tirmang. Avtomatik tizim yordam beradi, lekin sizning hujjatingiz va ma'lumotingiz to'g'ri bo'lishi kerak. Eng to'g'ri yo'l oldindan tekshirish, hujjatlarni yig'ish, savollarni yozib borish, rasmiy javob olish va pensiya hisob kitobini tushunish. Shunda siz o'zingizga tegishli huquqni boy bermaysiz. Agar sizda pensiya, staj yoki hujjatlar bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sizning vaziyatingiz boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda pensiya miqdori qanday shakllanishi, stajni qanday tekshirish va hujjatlarda xato bo'lsa, nima qilish kerakligi haqida yana batafsil gaplashamiz.